tashkiloti, Yahudi Dunyoni kuzatish tashkiloti Sharq Turkiston va Xitoyning bosh joylarida Uyg'ur majburiy emgaki chetishlik shirkat va markalarning sonliq ma'lumot ombirini to'rda e'lon qildi. Sandanli shirkat yoki markaning ishlab chiqarish yoki ta'minlash zanjiridagi majburiy emgak bilan qanday bog'lanishi borligi bayon qilingan. Dunyoviy shirkatlarning majburiy emgakka qanday qatnashadiganligi tafsili bayon qilingan bu sonliq ma'lumot ombirida 600 dan ortiq davlat ishchi va xalqaro shirkat va ularning Uyg'urlarning majburiy emgaki yoki Sharq Turkistonda yuz bergan irqiy qirg'inchilik bilan bo'lgan munosabat oshkorlangan. Xitoyning toklik mashina ishlab chiqargan g'o'jisi Neo tarafidan ishlab chiqarilgan bir toklik mashinaning Shanxaydagi bosh shtabining 3-qavatidan tushib ketib, 2 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, Neo shirkati Shanxayda cho'ng zavodi bor Elon Muskning Tesla shirkati bilan keskin raqobatlashmoqda ekan. Xitoyning Avstraliyada turishlik bosh elchisi Xiao Qian 24-iyun Sydney Pan-texnik universitetida nutq so'zlagan. U Xitoy bilan Avstraliyaning har qaysi sohalardagi hamkorlikni qaytadan yaxshilash masalasi haqida to'xtalgan va Avstraliyaning Huawei shirkatiga qo'ygan cheklamasiga norozilik bildirgan hamda Uyg'ur qirg'inchilik qatorliq masalalarni burmalab tushundirgan. U nutq so'zlayotganda bir turkum faoliyatchilar navbat bilan yig'in maydoniga kirib, Xiao Qianning nutqini bo'lib o'tgan. Ve Tibet'e erkinlik, Sharq Turkistonga erkinlik, Hong Kongga erkinlik deb yozilgan plakatni ko'tarib, yig'in zalidan aylangan holda yuqori shuarlarni to'g'lagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev strategik hamkorlikni cho'nqurlashtirish va ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish xitobnomasiga imzo qo'ydi. O'zbekiston prezident mahkamasi e'lon qilgan bayonotga asoslanganda rasmiy ziyoratga kelgan Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev uchun Ko'ksaroyda rasmiy qarshi olish murosimi o'tkazilgan. Xitoyning shimolidagi Port shahri Chengdaoda o'tkazilgan 3-navbatlik davlat xalqaro shirkatlar boshliqlari yig'inida Xitoy virus yuqumi sababli ishlab chiqarish va ta'minlash zanjirida kelib chiqqan xaloymaqonchilikning ta'siri muzokara qilingan. Xitoy savdo dunyosining vakillarining qarashicha, Xitoy virus yuqumi Amerika bilan bo'lgan raqobat va dunyo iqtisodiyotidagi boshqa salbiy omillar sababidan yer sharilishida tuvanlash yoki ostilash yuzlanish ko'rilgan bo'lib, ta'minlash zanjirining buzilishi sababli boshqa manbalarni tepish zo'rilmasligi aylangan. Rossiya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Yevropa ittifoqining Ukraina va Moldovaga kandidat davlat salohiyatini berish qarorining Rossiyaga tahdid va xatar ilib kelmaydiganligini o'ttirib qo'ydi va biz Yevropa ittifoqining harakati va qadam bosqichlarini kuzatyapmiz dedi. Xalqaro Turk akademiyasining 5-navbatlik ilmiy kengashi Qozog'istonning poytaxti Nur-Sultonda o'tkazildi. Xalqaro Turk akademiyasiga a'zo bo'lgan Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston va Qirg'iziston o'rtaq turk tarixi, o'rtaq turk adabiyoti va o'rtaq turk jo'grafiyasi qatorliq darsliklarni o'rta maktab darsiga kirgizish to'g'risida kelishim imzoladi.